Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shunaqa chiroyli mevali tortni tayyorlashni o'rganamiz. Ishimizdan avval biskvit tayyorlashdan boshlaymiz. Tuxumimizni oqini mikserda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Tuxumimizning oqi qattiq ko'pirgach, shakarni oz-ozdan qo'shib boramiz. Endi tuxumimizning sarig'ini yaxshilab aralashtirib, massasiga qo'shamiz. Endi esa unni solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Unni elashi muhim. Tayyor massamizni qolipga solamiz va 180 gradusda 45 daqiqa pishirib olamiz. Ana biskvitimiz ham pishdi. Endi buni kremlashib ko'rsatamiz. Endi qaymoq va zgushanka bilan krem tayyorlaymiz. Nachinkamizga malina, banan va shokolad solamiz. Tortimizni kremlab bo'ldik. Endi buni maragelkaga kamida 6 soatga jo'natamiz. Tortimiz muzladi, endi bezatamiz. Buni bezatish uchun xohlasangiz shanti krem yoki slivka kremdan foydalanishingiz mumkin. Tortni kremlab oldik, endi bezatamiz. Mana bilan chiroyli bezatib olamiz.